Xo'sh, do'stlar, sizni tabriklayman. Vlad Makseyev xavf ostida. Royal Hawk reklama va pul ishlash xizmati. Keling, pul to'laydigan reklama natijalariga qaraylik. 25-may kuni biz ijrochilar yana bajarishi va pul ishlashi mumkin bo'lgan vazifalarni ishga tushiramiz. Hozirgacha biz reklamalarni video formatda joylashtirib kelmoqdamiz. Odamlar videolarni ko'rishlari, kanallarga obuna bo'lishlari yoki qandaydir chatlarga obuna bo'lishlari va hokazo va buning uchun allaqachon. Bu holatda men o'z kanaling 600 ta ko'rish buyurtma qilgan edim. Bularning barchasi uchun men $12 to'ladim. Menda atigi 10 soniya davom etadigan qisqa video bor edi. Shunga mos ravishda menda taxminan 1200 ta ko'rish bo'lishi kerak edi. Chunki odam keladi va videoni kamida 20 soniya ko'radi. Shunga mos ravishda mening videom 2 barobar qisqa, u 2 marta ko'radi va 2 ko'rish sifatida hisoblanadi. Keyin u bosishi va kanalga o'tib, obuna bo'lishi mumkin. Bu holatda qandaydir mo'jiza bo'ldimi, bilmayman, lekin nimagadir menda 1200 ta ko'rish emas, aniqrog'i 3800 ta ko'rish bo'ldi. Mana 3800 to'g'rimi? Agar biz Qamruf tugmasini bossak, ko'ramizki. Lekin ko'plab ko'rishlarim aynan Royal Hawk'dan keladi. Boshqa ko'rishlar ham bor. Lekin ularning soni juda kam. Bu yerda boshqa ko'rsatkichlar bor. Ular unchalik muhim emas va shunga ko'ra 3800 ta ko'rish. Qanday qilib bunday bo'lganini bilmayman. Aslida ancha kam bo'lish kerak edi. 3 barobar kam bo'lish kerak. Lekin qandaydir yo'l bilan shunday bo'ldi va oxirida, keling, kanalimga qancha odam kelganini ko'rib chiqaylik. Hozirda menda 216 kishi bor, lekin men ishga tushirganimda va reklama ishlaganimda taxminan 248 kishi bor edi. Bu shuni anglatadiki, agar kanalda bo'lsa, bungacha menda odamlar bor edi, taxminan 50 kishi, taxminan 190 kishi. Bu menga maxsus video reklama bilan keldi. Endi tushunarli odamlar obunani bekor qilmoqdalar, chunki ba'zilar bu kanal mavzusiga qiziqmaydi. Avatar dunyosini kam odam xohlaydi. Yoki ular bu mavzuni o'rganishlari kerak, yoki ular hali bunga kirishmaydi va obunani bekor qilishadi. Bu tushunarli, bu normal holat. Xo'sh, vaziyat qanday? Agar biz taxmin qilsak yoki taxmin qilmasak, lekin aslida shunday bo'lsa, $12 oxir-oqibat bizga 190 ta obunachi olib keldi. Unda har bir obunachi menga taxminan 6 sentga tushadi. $1 ham emas, 60 emas, balki 6. Ya'ni bu yaxshi natija. Buni prinsipial jihatdan biz bu holatda ko'rib turibmiz. Hozir olib sanasam ham narxi kichik bo'ladi. 216. Taxminan 50 kishi. Menda bu ilgari bo'lgan. Xo'sh, keling, 166 kelgan taqdirda ham shunday deb faraz qilaylik, to'g'rimi? Aslida ko'proq narsa keldi. Biz 12 ni 166 ga bo'lishimiz va asosan 7 sent olishimiz mumkin. 7 sent bu prinsipial jihatdan unchalik yomon emas. Xo'sh, keling, kattaroq miqdorga e'tibor qarataylik, to'g'rimi? Xo'sh, obunachilar nuqtai nazaridan ana, demak, natijalar mana shu, aziz do'stlar. Savdoga aylantirish borasida hozircha bir narsa deyish qiyin, chunki men ayniqsa tijorat takliflari. Men uni bu yerga yubormadim. Bitta taklif bor, lekin men u yerga bormadim, hali ko'rib chiqmadim. Sotuvlar bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Albatta bu ustida ishlash kerak bo'ladi. Va 25-mayni kutamiz. O'shanda bizda topshiriq ishga tushadi. Ehtimol, u yerda ancha muhimroq sabablar bo'ladi. Ijrochilar uchun kirib, bajarib va pul ishlash uchun qandaydir sabablar paydo bo'ladi. Reklama joylashtirmoqchi bo'lgan odamlar uchun esa ko'proq motivatsiya bo'ladi. Aynan kreativ bog'lanishlar yaratish, reklamalar yaxshi natija berishi va aynan yaxshi, sifatli obunachi, mijoz, hamkor va hokazolar kelishi uchun.
E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Vlad Makseyev edi. Agar siz mening kanalimda ko'rayotgan bo'lsangiz, barcha kerakli havolalar tavsifda bo'ladi. Bosib ko'ring, tomosha qiling, qoshiling, ishtirok eting va pul ishlang.